Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Hammaga xayrli tong. Kecha ba'zi birovlarning maslahatiga amal qilib, sisarkalarimizni tashqariga qo'yib yubordik. Kechadan beri jag'i tingani yo'q bularni. Butun bizdan qo'shnilarimiz haydab yuborishadi bu yerdan. Buni qaranglar, jag'i tinmaydi. Kechadan beri tinishgani yo'q. Nima bu ahvol, nima bu ahvol? Yana qaytarib qolmaymiz shekilli bularni. Bexku hovli, agar dalani ham boshiga ko'tarish ekan bular, agar butun dala dodga keladi burandasini. Biri qo'yib biri qo'yib biri. Nima bu ahvol ey? Kecha ko'rsatgan boyagi birinchi etajdagi uyachiga sisarkani egallab olishdan, o'sha yoqqa kiradigan bo'lib olishdi. Buni qamamasa bo'lmaydi shekilli. Bu yoqqa shunchasini qaqqallagani kamidimi?